Mana akalar, yoshligingizda pianinoni ko'rgansiz, bu to'pga umuman ulanmaydi. Cholganingizda ovozlar chiqadi. Qayerdan chiqadi o'ylaysiz? Mana ichini qaranglar. Bosganingizda mana yog'ochlar mana bunday simlarga urilar ekanda, ovoz berar ekan. Shuni endi biz ham yoshimiz katta bo'lib bilyapmiz. Biz O'zbekistonda yangilik bo'lgan narsani ko'rsatib berish uchun Farg'ona Buvayda yasirtganmiz. Yangilik bu. Yangilik ham desak ham bo'laveradi. Ko'p odam bildi nimaligini. Ya'ni mana shu orom kurslari bo'ladi. 1.350.000 so'mdan Vodiy Toshkentda ichiga dastlabkasini qilib berar ekan. Komplektda to'shakchalari ham bo'lar ekan. Bir payt 3 million sotilgan mana shu 2 kishilik kachelarimizni 1.600.000 so'mga to'shakcha bolikchalar bilan birgalikda bosib oladigan xonasiga yetib keldik do'stlar. Bundan tashqari ratan stullarimiz bor. 2 kishiligi 1 million so'm, 4 kishiligi 1.700.000 so'm, mana shunday 6 kishilik 2.300.000, 3.300.000 yuqorilashib ketaverar ekan. Gulda sevadigan opa-singillar uchun gullar uchun pastavkalarimiz ham bor ekan. Har xillardan kelasiga narx olsangiz bo'ladi. Bundan tashqari diski belanchagingiz bor. 350.000 so'mdan. Bundan tashqari yarim tayyor holatda stullarimiz bor. Bitta kraska qilib olasizda, qo'lbola qilib yig'ib turib sotsangiz bo'laveradi. Vodiy Toshkent ichiga dastlabkasi bor ekan, ekran pastda nomerlar bog'lanaverasizlar.